Yana bir shedevr fasondagi darvozamizni Andijon viloyati Asaka tumaniga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Asaka tumaniga birinchilardan bo'lib o'rnatildi. Hozircha bu tuman bo'yicha eng yagona darvoza bo'lib turibdi. Bu darvozamizga doimgidek eng sifatli va qalin materiallar ishlatilgan. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli temir ishlari va darvozalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va darvozachuz profiliga murojaat qilishingiz